Rahimov School'da bugun hakaton. Bir oy yoki undan ham ko'proq vaqt mobaynida o'quvchilarimiz hakaton deb ataladigan ushbu musobaqaga tayyorgarlik ko'rib kelishdi va bugun shu musobaqa. Hakaton o'zi nima? Hakaton bu musobaqa xuddi marafon singari. Faqat bunda dasturchilar qatnashadi va marafondan farqli o'laroq bunda jamoaviy qatnashiladi. Har bir jamoa unga berilgan konsepsiya va g'oyalarga ko'ra har xil muammolarga har xil yechimlar taqdim qilishadi va ushbu taqdim qilingan yechimlarni 3 nafar hakam oldida himoya qilishadi. Bizda jami 16 ta jamoa mavjud. Ushbu hakatonni Rahimov School'ning katta sinf o'quvchilari har xil sinflardan o'zlari jamoa yig'gan holda o'tkazishdi. Bundan ularga nima foyda? Birinchidan networking, ikkinchidan portfolio va undan tashqari jamoaviy ishlash muhiti qanaqa bo'lishini ko'zlari bilan ko'rishdi. Assalomu alaykum. Hozirda Najot ta'lim jamoasi bilan Rahimov School'da hakatondamiz. Men to'g'risi birinchi marta qatnashdim hakatonda. Bunchalik bo'ladi deb o'ylamagandim. Atmosfera просто bomba. Tashkilotchilarga kattakon rahmat. Hozir coffee break bo'lyapti. Umumiy 16 ta komanda qatnashyapti. Atmosfera juda ham zo'r. Men ismim Begzod, men Jenus jamoasidanman. Bu hakatonda 3-o'rinni oldik. Hakaton zo'r bo'ldi, networking kuchli bo'ldi. Jamoalar ham kuchli ekan. Bizda 3-o'rinni olishimizga sabab dasturimiz mukammalroq edi. Uni to'liq tatbiq etishga vaqtimiz yetmadi. Nima ham derdik, 3-o'rin bo'ldi, nasib qilgan ekan. Assalomu alaykum, men Po'lat va Mavludaxon, Winners jamoasi a'zosiman. Bugun Rahimov School'da neo hakaton bo'lib o'tdi va bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Biz 2-o'rinni oldik. Hammaga rahmat, tashkilotchilarga azizlar rahmat aytib qolaman. Networking juda ham kuchli bo'ldi, kreativ yondashishdi. Hamma jamoalarga ham rahmat aytib qolaman va yana keyingi hakatonlarda ko'rishguncha. Biz Najot ta'lim jamoasimiz bugun hakatonda faxrli 1-o'rinni oldik. Hakaton juda ham zo'r bo'ldi. Atmosferalar ayniqsa 16 ta komanda bo'lgan bo'lsa, juda ham networking ishladik. Tashkilotchilarga juda ham katta rahmat. Buni hakatonlarda yana qatnashishni istaymiz. Rahimov School'da yana kutib qolamiz.